Sen bir olam, men o'zga olam asari. Muallif Feya Moran. 8-qism. Kechirasiz-u, lekin nega? Dedim ayni damda o'ta kuchli hayratdan og'zi ochilib qolgan tentakka o'xshab ko'rinayotgan bo'lsam kerak. Shunchaki hammasi joyida ekanligiga ishonch hosil qilmoqchimiz. Xavotir olmang, dedi direktor. Garchi u zarracha dalda bermoqchidek ohangda gapirgan bo'lsa-da, bu daldani his qilmadim. Ovoz o'sha sovuqligicha qolgandi. Iltimos, Lamiya, menga ryukzakingizni bering. Direktor qo'lini cho'zgancha o'ta jiddiy qarab turardi. Bir lahza o'zimni shunchalik rasvo his qildimki, oshqozonim halqumimga kelgandek edi. Ana-mana allaqanday qo'rqinchli ish sodir bo'ladigandek yoqimsiz his boshim uzra bulut misoli soya solib turganga o'xshaydi. Hushyor aqlim ko'proq savol berish va huquqlarimni yodda tutish kerakligini shivirlardi. Ammo oson taslim bo'ldim. Ryukzakni uzatishga to'g'ri keldi. Yashiradigan narsam yo'q. Shunchalik dovdirab qolgandimki, vaziyatga oydinlik kiritish uchun o'zimda kuch topa olmadim. Mana, Deyfus xonim ryukzakni olib stol oldiga bordi va ichidagi hamma narsani to'kib soldi. Men ro'molni mahkamlash uchun foydalanadigan to'g'nog'ichlar qadalgan yostiqcha, gigiyenik lab bo'yog'i, taxlangan joynamoz, bir nechta ruchka va sochbog'ich stolga sochilib ketdi. Ularning ortidan eng oxirgi bo'lib kichik, ammo tovushiga qaraganda og'irgina narsa taq etib tushdi. Atigi bir on yaltillagan bo'lsa-da, taqinchoq ekanligini ilg'adim. Zirak, tillaga o'xshaydi. Dong qotib qoldim. Dahshatdan, yoqimsiz kutilmagan holat va chidab bo'lmas qo'rquvdan boshim ana-mana tars yorilib ketadigandek tuyuldi. O'zimni chindan ham birovning oldida ayb ish qilib qo'ygandek his qildim. Deyfus xonim ryukzakni chetga qo'yib, zirakni qo'lga oldi va menga savolomuz tikildi. "Jirkanch o'g'ri!" notanish ayol qichqirdi. O'zini nisbatan vazminroq tutayotgan erkak esa uni tinchlantirmoqchi bo'lgandek tirsagidan tutdi. "Nima, Afg'onistoningda taqinchoq ko'rmaganmisan? Bu yerga kelib olib, bemalol o'g'irlik qilaversam bo'laveradi deb o'yladingmi?" Ovozim menga bo'ysunishdan bosh tortdi. Xayolimda millionlab fikrlar charx urayotgan bo'lsa-da, bir so'z deyishga kuch topa olmay qaqqaygancha turaverdim. "Marhamat qilib, bu ryukzakingizda nima qilayotganini tushuntirib bering", so'radi Deyfus xonim. Uning nigohlari qaniydi shu yerda shart bo'lib qo'ya qolsam. Yo'q, chin so'zim, senga bunday jirkanish, bunday nafrat bilan qarashlarini ko'rgandan o'lgan afzal. Xuddi haqiqiy maxluqqa qaragandek. Kimligi fosh bo'lgach, Ed Ginga ham shunday qarashgan bo'lsa kerak. Boshqacha aytganda, menga xuddi eng shafqatsiz seriyali qotilga qaragandek tikilishayotgandi. Buni yoqimli deb bo'lmasdi. "Bu taqinchoq qanday qilib ryukzakimga tushib qolganini bilmayman", shunday dedim-u, darrov pushaymon bo'ldim. Jinoyat ustida qo'lga tushgan o'g'rilar o'zini aynan shunday oqlashadi. "Tan olishga yuraging dov bermaydi-da, isqirt, qo'rqoq", ayol qariyb tupurgandek gapirar, menga o'xshaganlarni ko'rarga ko'zi, olarga o'qi yo'qligi bilinib turardi. Islomofoblar doim uzoqdan ko'zga tashlanadi. Ularning qandaydir bir umumiy xususiyati bor. Buni har doim osongina ilg'ab olardim. "Folk xonim, iltimos, so'zlaringizga e'tiborliroq bo'ling", dedi direktor. U mening yonimni olyapti degan fikrga borishi mumkin edi, lekin aslo bunday emasdi. Ayolni tartibga chaqirish orqali o'zini direktorga munosib tutishga urinayotgandi xolos. Deyfus xonim buni azbaroyi menga hamdardligidan qilmagandi. Yo'q. Men 3 katta odam qarshisida turar va o'zimni qayerga urishni bilmasdim. Oshqozonim qattiq tugunga aylanib qoldi. Boshim ana-mana aylanib ketgudek, tilim esa sotqinlarcha so'zdan qolgandi. Bir so'z aytishga-da kuchim yetmadi.
Bundan zig'irchalik ma'no bormidi o'zi? Boraverishingiz mumkin. Deyfus xonim hafsalasizlik va charchoq bilan so'lish olib, boshini quyi soldi. Bu haqida keyinroq gaplashamiz. Ota-onangiz ham ishtirok etishsa yaxshi bo'lardi. Xonadan chiqarkanman, ortimdan navbatdagi haqorat yog'ildi. Badanim bo'ylab yopishqoq, yoqimsiz his jimirlab o'tdi. Yana nafrat va g'azab isyon qildi. Go'yoki hayotim barbod bo'la boshlagandek. Bu maktab men uchun jahannamga aylandi. Unda menga joy yo'q. Bu yerda meni masxara qilishadi. Istaklarim bilan, fikrim bilan hisoblashishmaydi. Meni bu yerda begona, jirkanch, iflos, hech kim hech qachon qabul qila olmaydigan xavfli qizdek ko'rishadi. Pastki labimni tishladim. Ojizlikdan, qo'rquvdan, o'zimga, o'z kuchim va irodamga hafsalasizlikdan ilojsiz harakat edi bu. Tishlarimni shunchalik mahkam qisdimki, og'zimda metall ta'mini tuydim. Lablarimni hamon qattiq tishlab, ko'chaga chiqdim. Ryukzakni chim ustiga tashlab, cho'kkaladim. Ichimda shunday bo'shliq paydo bo'ldiki, uni istalgan bir narsa bilan to'ldirgim kelayotgandi. Suhbat bilan. Hozir meni tinglaydigan, qoralamaydigan, muloyimlik va rahmdillik ko'rsatadigan birdan-bir zot Alloh edi. Xudoga ishonmaydiganlar qanday qilib yashashlarini aqlimga ham sig'dira olmayman. Daldasiz yashash juda ham og'ir bo'lsa kerak. Ammo biz, e'tiqod qiluvchilar, biz hech qachon yolg'iz qolmaymiz. Qayerga bormaylik, Alloh biz bilan. U bizni tinglaydi, o'ziga iltijo qilishimizni so'raydi. Duolarimizni ijobat qilishni yaxshi ko'radi. Bu haqida Qur'onda bir necha bor yozilgan. Har kimning o'z tanlovi bor. Kimdir ishonadi, kimdir esa yo'q. Lekin bir-birimizni qoralamasligimiz kerak. Oyoqlarimni mahkamroq qisdim. Egnim kir bo'lishi bilan zarracha ishim yo'q. Shusiz ham o'zimni jirkanchdek his qilayotgandim. Atigi bir necha daqiqa avval meni o'g'ri deb atashgan bo'lsa, boshqacha bo'lishi mumkinmi? Iltimos, osmonga qarab shivirlab jimib qoldim. Ko'z yoshlarimni arang tiyib qoldim. Hech bo'lmaganda o'zimga ojizligimni ko'rsatmasligim kerak. Iltimos, hayotimni oz bo'lsa-da yengillashtir. Bilaman, o'ta ketgan ojizman. Sening nazdingda zarradek ko'rinarman ehtimol. Lekin sen har doim bizga yordam berishni, o'z holimizga tashlab qo'ymaslikni, marhamat ko'rsatishni va'da bergansan. Har bir bandangni yaxshi ko'rasan-ku axir. Menga ham yordam bera qol, hayotimni yengillashtir. Ularni jazolashingni so'ramayman, chunki yaxshi odam bo'lishga harakat qilyapman. Ammo kun sayin bu qiyinlashib boryapti. U chindan ham hammasini eshitib turgandek tuyuldi. Har bir so'zimni, har bir tovushni, ovozimda titragan har bir notani. Chim ustiga cho'k tushib, kaftlarimni tutashtirib, o'ziga iltijo qilayotganimni. Yana kimdir tasalli berib boshimni silagandek bo'ldi. Odatda eng yaqin insonlar shunday qilishadi. Seni chin dildan sevadigan va sen uchun hamma narsaga tayyor bo'lgan insonlar. Ko'nglim shu qadar sokin tortdiki, yana 10 daqiqacha shu ko'yi ko'zlarimni yumib o'tirdim. Qalbim halovat bilan to'layotganidan rohatlandim. Iltijolarimni yakunlagach, nihoyat oyoqqa turdim. Maktab binosiga kirganimda hamma menga tikilayotgandek tuyuldi. Hozirgina direktorning xonasidan chiqqanimni bilishadigandek. Lamiya. Musulmon niqobini kiyib olib, barchani laqillatishga urinayotgan o'g'ri. Axir musulmonlar hokisor va begunoh bo'lishini hamma biladi-da. Men jirkanch ikkiyuzlamachiman. Boshimdagi mavhum ovozlar aynan shunday xitob qilardi. Muyulishdan burilganimda qo'qqisdan kimgadir to'qnashib ketdim. Mana yana, kuldi Rubi. Nuqul bir-birimizga urilib ketamiz. U o'zini bunchalik beg'am va quvnoq tuta olishiga astoydil havas qilishimni tushunishim uchun shu so'zlarning o'zi kifoya qildi. Har doim hayotdan mamnun, yuzidan kulgu arimaydi. Yorqin kiyimlarni o'ziga ravo ko'radi. O'z soyasi ortiga biqinib yashamaydi.
chunki hech kim unga bosim o'tkazmaydi. Islom nuqtai nazaridan qarasak, hayotingdan nolish nojoizligini bilaman albatta. Ammo mening e'tiqodim har doim sust bo'lgan. Shunaqa bo'lsa kerak. Rubi birdaniga bugungi oqshom haqida so'z ochdi. Quloq sol, agar borishni shunchalik istamayotgan bo'lsang, ular ukamga ozor berishga ont ichishdi. Uning yaxshi dugona bo'lishga urinishlarini bo'lib qo'ydim. Bormasam bo'lmaydi. Rubi o'ylanib qoldi, lekin bu uzoqqa cho'zilmadi. Qiyofasi yana beg'am va betashvish tusga kirdi. Yelkamga qo'l tashlab do'stona jilmaydi. Eshit, Lamiya, hammasi yaxshi bo'ladi. Qo'rqishingga hojat yo'q. Biz oldingda bo'lamiz. Negadir uning so'zlariga shubha bilan qarardim. Rubiga o'xshagan qizlarning o'y-xayoli bitta. Orzudagi yigit. Rok yulduzlar, latta-putta va ishq-muhabbat haqidagi filmlar. U g'ij-g'ij qand solingan choyni ham konfet bilan ichadiganlardan. Pushti, yoqimtoy, beg'ubor, o'ta nazokatli. Albatta, o'ta so'zini har kim har xil tushunadi. Bu tarzda mulohaza yuritish tentaklik aslida. Shunday bo'lsa ham, balki bu yaxshidir ham, balki shunaqa bo'lishi ajoyibdir. U xuddi bu yerda emas, allaqayda samolarda, bulutlar og'ishida, qanotli pushti poni otlari kabi xayoliy mavjudotlar olamida yashaydigandek. Har kuni kamalakning paydo bo'lishini kuzatadigandek. U quyoshning bir parchasini o'zi bilan olib yurardi go'yo. O, qanchalar yoqimli manzara. Shundoqqina oldimizda yangragan ovoz fikrlarimni to'zg'itib yubordi. Ikkimiz ham burilib qaradik. Albatta, boshqa kim ham bezbetlar chiljayib, bunday achchiq nafrat bilan menga tikilib turishi mumkin. Bu qiyofa allaqachon xotiramga ikkiri-chikirigacha muhrlanib ulgurgandi. Elias bir qo'lini moviy hudisining cho'ntagiga solib, boshqasi bilan Bon Jovi tasviri tushirilgan kasetani qisib turardi. Oldida esa Chester, egnida ham ajoyib piston va zanjir qadamga to'la och sariq charm kurtka. Bo'ynida esa bir necha qavat zanjir. Og'zi qulog'ida. O'ziga e'tibor tortish uchun o'lib tiriladigan xumpar. Nega faqat men tashqi qiyofam uchun tani eshitarkanman? Qachon apoq-chapoq bo'lishga ulgura qoldingiz? Qiziqdi Chester. Rubi, unga o'xshaganlarning qo'lidan nimalar kelishini eslatib qo'yaymi? Rubi indamadi. Gapirishga hojat ham yo'q edi. Havoda qo'rquv hissi muallaq turib qoldi. Bu ahmoqlardan hamma qo'rqadi. Nahotki? Televideniyada chiqishni istaysanmi? So'radim Chesterdan. Rubi allaqachon qo'lini tushirib, yelkamni qo'yib yuborgandi. Shuning uchun boshimni ko'tarib, qaddimni rostladim. Yangiliklar dasturida chiqishni. Shaxsan men tayyorman. Nimaga tayyorsan? Uyingga o't qo'yishga. Yaxshi emas, juda ham xunuk. Bunaqa gap qaysidir jihatdan beo'xshov chiqdi. Ikkinchidan noto'g'ri ham. Bu ishim bilan musulmonlarni yomon otliqqa chiqardim. Ammo boshqa nima qilishim kerak edi? Mum tishlab o'tirishni hech ham istamayotgandim. Hurmatli Deyfus xonimimiz, bu gaplarni eshitsa, ne ko'yga tushishingni bilasanmi? Chester har bir so'zni cho'zib aytarkan, jangga kirishmay turib, o'zini allaqachon g'olib his qilayotgandek tuyuldi. Maktabdan dumingni tugib yorishadi yoki xuddi dayditdek quvib solishadi. Unaqada bor, oldiga borib Didiyo qila qol, mishiqi erkatoy. Chester xuddi bahaybat qal'adek ustimga bostirib keldi. Kurtkasidagi jamiki zanjirlarning sovug'ini tanimda his qilgandek bo'ldim. Sigaret va yalpizli saqich isi dimog'imga gup etib urildi. Chetdan ayanchli ko'rinayotgan bo'lsam kerak. O'ta ketgan ayanchli va kulgili. Ertami kechmi bu tilchangni sug'urib olamiz. Ilondek vishilladi u. Va hech kim, eshityapsanmi? Hech kim senga yordam bera olmaydi. Elias xuddi quvnoq tomosha ko'rayotgandek mamnun ishshayib turardi. Nigohi menga tushganda
Tanamdagi har bir hujayra uning jirkanch yuz ifodasiga nisbatan nafratdan jizg'anak bo'lardi. Qiziq, nega kimningdir botini ifloslikdan chirib sasiyotgan bir vaqtda nomunosib chiroy bilan siylanarkan? Nega insonlarning zohiri ham botini kabi emas? Ko'rinishing bilan hammani qo'rqitayotganingdan o'zingning xabaring bormi? Davom etdi Chester, meni tinch qo'yishni istamay. Yech buni. U ro'molimga qo'l cho'zdi. Ilkis ortga qadam tashladim. Ruby ham chekindi. Vaholanki, vaziyatning unga mutlaqo aloqasi yo'q. Tahdid faqatgina menga qaratilgandi. Bilmadim, nega har gal u ishini oxirigacha yetkazib qo'ymaskin. Menga haqiqatdan ziyon yetkazish uning uchun hech gap emas. Shuncha tahdid, ammo bironta ham harakat yo'q. Nega? Qamoqdan qo'rqmasligi aniq. Ular suvdan quruq chiqishlarini juda yaxshi bilishadi. Ehtimoliy terrorchini yo'q qilgani uchun mukofotlashar ham balki. Shunchaki yechib tashla buni, jin ursin. Chesterning ovozi baland. Eliasnikidan bir necha parda yuqori jarangladi. Aynan mana shu g'alati jihat sababli uning tahdidlari Eliasnikichalik jiddiy eshitilmasdi. Bu bir parchalatda xolos. Nima jin urib shunga yopishib qolgansanlar? Muttasiblar. Nima, tug'ilgan kunimga ham shu lattanga o'ralib, chirmalib kelmoqchimisan hali? Javob berib o'tirmadim. Shundoq ham asablarim tarang. Agar hozir yaqinlashib, hijobimni yulqib tashlasa, qarshilik ko'rsata olmayman degan fikr o'tdi xayolimdan. U baland bo'yli, kuchli, zalda shug'ullanishi aniq. Mendan ancha yirik. Bir hamla bilan devorga qapishtirib, ro'molimni yulib tashlash uning uchun nima degan gap? Men esa ojiz g'ingshib qolaveraman. Elias barmog'ini shiqillatdi. Qaranglar, menda bir taklif bor. U qo'qqisdan oldinga yurdi. Kasetani cho'ntagiga solib, oyog'i bilan shunday harakat qildiki, boyadan beri men ilg'amagan skateboard sapchib qo'liga tushdi. Qora ko'zlar menga diqqat bilan tikildi. U nafaqat mendan, balki Chesterdan ham novcharoq edi. Shuning uchundir tizzamdan mador qochdi. Elias do'stidan ancha xavfliroq ko'rinardi. Aylanib kelmaymizmi bir? Men ko'rsatgan 3 ta tryukni takrorlay olsang, 3 ta tilagingni bajaraman. Uddalay olmasang, mana bu lattangni yechasan. Tanaffus vaqtida hovliga chiqib, qaranglar deb baqirasan-da, hammaning ko'z o'ngida yechasan. Kelishdikmi? Elias mamnun edi. Chester ikki hissa xursand edi. Bu ikkovlon allaqachon meni yer tishlatdik deb o'ylashyapti shekilli. Halitdan tasavvur qilishayotgan bo'lsa kerak. Atrofda to'p-to'p o'quvchilar vaqtichog'lik qilayotgan mahal hovli o'rtasida qichqiraman. Hamma angrayib qoladi. Men esa ro'molimni yechaman. Ular bir chekkada qiyqirib tantana qilishadi. Bir-birlariga besh tashlab, xuddi orzulari amalga oshgandek xursand bo'lishadi. Ularning xayolida shunaqa manzara jonlanyapti. Hoynahoy. Lekin chuchvarani xom sanashibdi. Ba'zir o'zimni kulgidan tiyib turardim. Ichimda ancha vaqtdan beri ilk bor yorqin va o'xshashi yo'q qoniqish hissi uyg'ondi. Bu gal aynan men bo'lg'usi g'alaba ta'mini tuyayotgandim. Ular buni bilishmasdi albatta. Tabiiyki meni tarvuzi qo'ltig'idan tushdi deb o'ylashyapti. Kelishdik. Bosh irg'idim. Hatto kelishi uchun qo'l tashlashimga oz qoldi. Elias shunday qildi ham. Kalaka qilish uchunmi yoki shunchalik qoidalarimni unutdimi, aniq bilmayman. Ammo xo'sh, yana nima deysan degan ma'noda boshimni yonga egib so'zining davomini kutdim. Elias skateboardni ko'tarib, ko'cha tomonga boshi bilan ishora qildi va oldinga tushdi. Indamay ortidan ergashdim. Men esa bolalarni chaqiraman. Bu tomoshani hamma ko'rishi kerak. deya Chester xoxolab qarama-qarshi tomonga yugurib ketdi. Iljayishdan o'zimni arang tutib qoldim. Ruby nima qildi bilmayman. Balki jonajon yigitini izlab ketgandir. Ijro etuvchi Nigora Alisherova. Davomi bor. Hikoyaning davomini tinglash uchun obuna bo'lishni unutmang.